Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalini ko'ruvchilar, obunachilarimiz. Bugun mana 1-aprel. Gortenziyalarimiz qishdan qishlab chiqdi. Buni men kladovkaga qo'yib qo'ygan edim. Olib chiqdim endi. Eshikda mana bari. Bularni men hozir bariklari mana qurg'ab turibdi bari. Kuzning kunga chiqilgan bariklari bu. Atay men tushirmadim. Sizlarga ko'rsatish uchun mana quruq bari. Buni men endi olib hammasini barigini tozalab mana ichiga tushgan barglarni ham qaqib tuproq solyapman bunga. Mana shunaqa qilib tuproqlar bilan to'ldirib olyapman. Bularni endi olib kelib, bularni tuprog'ini mana to'ldirgandan keyin navesini tagiga qo'yib, bir xillari o'zi unib qolgan mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Bir xillari o'zi unib qolgan turgan joyida. Ben shunaqa qilib hammasini qo'yib, bunga oddiy o'zimizni vodoprovodning suvini quyib olyapman. Vodoprovodning suvini quygandan keyin yaxshilab tegi nam bo'lib, tuproqlari hozir ko'ryapsizlar, quruq tuproq. Nam bo'lib, namni tartib o'zi kelib olgandan keyin bunga mana azotlarimiz bor. Mana azotlari o'zimizni. Mana lekin meniki mana 5 litrlik leka. Bu lekaga men 2 ta qism solaman mana. İki kısım salındı mana. Endi bunga suvni açamiz. Suv bilan eritib olamiz buni. Suvni o'z napori bilan eritib tashlaydi. Azotlarımız mana endi bahar keldi. Men shunaqa azot ozuqa berish kerak bunga. Nega desanglar, kuch kerak bu gullarimizga. Yaxshilab tegini azot bilan to'yintiramiz buni. Endi bu selitra suvimizni mana shu gullarimizga quyamiz. Tegini mana o'zimizni oddiy suv bilan namlab oldik, чтоб selitra suvimiz bekorga chiqib ketmasligi uchun ozgina mana quyib to'xtatamiz, ildiziga yetargan qilib. Baharda mana shunaqa ozuqalar bersanglar, tez barik chiqarib, ildizlari o'zini tez tutib oladi. Suvda namni mana ichib oldi. Mana bir xillari ko'karib turibdi, mana ko'rib turibsizlar. Bularga mana ozgina suv quyamiz. Dari suvimiz bekor ketib qolmasligi uchun mana shunday birinchi quruq tuproqni namlab olamiz. Namlangandan keyin o'zi sirazu tupiga to'yinib icha qoladi. Mana tagidan ko'rsanglar bari mana yam-yashil chiqib kelyapti. Hamma mana shunday bo'lgan keyin qurg'ab qoldi deb tashashvoradi, shashadi, shashmaslik kerak. Mana bari ko'karib chiqib turibdi. Shunaqa uslub bilan hammasini quyib olsanglar bo'lasizlar, mana shunday qilib ko'karib ketadi. Bularim mana pashti 1 yillik bo'lyapti. Endi maytdan bularim mana 2 yilliklarim mana bular. Bular ham uje mana ancha vaqtliq chiqazdi. Bunga men suvni vaqtliq quydim. Bir hafta oldin quygan edim. Mana bari uje yam-yashil bariklari chiqib, juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Mana hozir attavda endi qanday tushyapti bilmadim. Atak mana ko'karib turibdi. Bog'lar ham mana bari gullab, olmalar, badam, chereshniyalar bari gullab turibdi. Hammaga xayrli kun. Erta bahorda mana shunaqa gortenziyalarimizga shunaqa ozuqa bersanglar bo'ladi. Bu gortenziyamiz kisli pochvani yaxshi ko'radi. O'zimizning uy sharoitida azot darisi bo'lmaganlarga qatiqni 5 litrga bitta piyola quyib aralashtirib qilsanglar ham bo'ladi. Limon suqarsanglar ham bo'ladi. Limonning kislota ham yaxshi. Aptekada yantarni kislota sotadi, uni ham olib 10 litrga 2 ta yantarni kislota qilib uni ham qo'ysanglar bo'ladi. Mana shunaqa uslub bilan qarasanglar, gulinglar juda ham chiroyli bo'lib, bahri dilinglar ochilib turadi. Hammaga xayrli kun. Like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.